Kechirasan, uydan chiqishdan bosh tortayotganing uchun senga nisbatan deydi, jinoyat ishi qo'zg'ataman deydi. Sudyalar eshitishni ham xohlamaydi. Jinoyat ishini yopib yuborgan. Uyi yo'q, faqat mashina qilib yuribdi, yoqda bu yoqda yuradi. Bu haqida bizni bir og'iz ogohlantirgani yo'q. Tog'asi bilan ham janjal qilyapti. Temirov ham unga ishonib, pullarni berib yuborgan. Bugungi kunda biz uysiz, hech vaqosiz qolib ketyapmiz ko'chada. Guvohlarni umuman gap so'zlarini inobatga olishmadi. Qonunlarimiz xuddi rezinkaga o'xshab qolyapti oxirgi paytda. Chunki kim qaysi tarafga tortsa, o'sha tarafga ketib qolyapti. Men bekorga rezinkani misol qilib olganim yo'q. Ba'zi qo'shtirnoq ichidagi qonun himoyachilari aynan shunday ish ko'rishi sir bo'lmay qoldi. Bu galgi surishtiruvimiz Ohangaronga qaratilgan. Men Temirov Azam 2004-yil iyul-avgust oylarida mana shu yerda Ibrohim aka degan kishidan sotib olganman. Ayol Farida opa degan ayol bo'lardi. Shu kelishilgan 900 mingga kelishganmiz, 900 ming so'mga sotib olingan. Pulni naqd hammasini olib kelib berganman. Hozir ular aytayaptiki, pul oxirigacha berilmagan. 800 ming pul olib kelib bergan. Pulni bergandan keyin menga aytayapti, yana 50 ming qarz berib turayman, uy olganimni yuvayim, o'rtoqlarga yuvib beray deb 50 ming qarz olib ketgan ekanmish men. Uyini o'zlari muhtojlikdan sotib turib, menga 50 ming qarz berar ekanmish. Hozir endi sudda aytayaptiki, o'g'liga darsini qilib o'tkazib yuborib turib, 19 yil deganda nima deydi? Pulda 750 mingina pul berilgan, 1 millionga kelishilgan o'zi nasam deydi deb shunaqa deb yolg'on gapiryapti. Dadasi o'zi sudga kelmayapti biror marta ham. 2004-yilda fuqaro Temirov Azamat yaxshi niyatda Ortiqbayevichdan uy sotib oladi. Afsuski, xonadon egasi o'sha paytlarda qarzi borligini bahona qilib, uyni nomiga rasmiylashtirib bera olmasligini, hamma qarzlarni to'lab bo'lganidan keyin qarzi yo'qligi haqida ma'lumotnomani qo'lga olishi bilan uyni ularning nomiga o'tkazib berishga va'da beradi. Nimaga o'sha payti оформление qilib oldi? Оформление uyda qarzdorligi bo'lgan. Bular qarzdorligini yopib, keyin оформлять qilib beraman deb bizni shunga ishontirib yurgan. 4 yilmi, 3 yilmi yashadi to'g'ri ham dedi. Qilib beraman deb mashinasi remont bo'ldi, boshqa bo'ldi, o'zi ishlamasi. Keyin shu bilan qilib bermasam boshqa joyga ko'chib ketdi. Shu bilan qidirib topolmam, bir O'rta Saroyga ketib qoldi dedi. O'rta Saroyga ham qidirib borib keldim, yo'q. Shu bo'lgan gap shu, mana shunaqa qilib aldab yurib, hozir endi 18 yildan o'tgandan keyin uyda o'g'liga darsini qilib berib, men aralashman bilganingni qil deb dadasi yuribdi. Assalomu alaykum Sulton aka, yaxshimisiz? Sulton aka, boshida o'tkazib ol deganda Ag'zam ham katta gapirib yuborgan, Dildori ham katta gapirib yuborgan. Mana nimalar demadi, endi buni quruq og'zaki nimalar-ku. Men e'tibor bermaganman. Mana o'shanda o'sha qo'lni yuvib, qo'lton ko'rib bo'lganman bulardan. Ag'zam kerak bo'lsa o'tkazib beradi, o'sha paytda o'tkazmagan. Men nima qilaman? Ancha narsalar gap so'zlar bo'lib ketgan, boshqa qilgan. Mana hali jalab degan Dildor, boshqa degan bu mayda-chuyda gaplar. Prosta nima emas, mayda-chuyda gaplar. Endi kerak emas. O'sha paytda men o'zi qo'limni yuvib, qo'ltomga urganman-da. O'shaning uchun men ularga o'zi uydagilarga doверенность berib qo'yganman. Ko'ramiz. Mana nima qilaychi? Ularni ham prosta tak bunday chiqarib olmaydi bolalarim. Bolalarim unaqa emas. Mana kreditga uya beraman deyapti, ana xolasa deyapti. Bo'lmasam shunday chiqaraman deyapti. Xolasa kreditga beraman deyapti. Sulton aka borsa mana 1000 marta chaqirdi bularni, 1000 marta. Bir marta emas. Birontasi kelgani yo'q. Borsin ana uyga. Ana bolalar katta bo'lib qo'ygan hammasi ana. Bolalar bemalol gaplashaveradi. Borsin, gaplashsin, kelishsin o'zlari, nima deyapti, nima qo'yapti. U deyapti, bu deyapti deydi-da, biroq uchrashishni bilmaydi. O'zini ahmoqligida mana bunaqa yurish. Unga men aybdor emasman-ku.
Darsani borsin bo'lmasam. Er-xotin bo'lib borsin, ana uyga gaplashsin. Nima deyapsan, Farida opa, nima demoqchisan? Uyni savdolashayotganda ham, pullarni berayotganda ham xolis ikkita guvohlar ishtirokida amalga oshirgan. Lekin tilxat yozib berishga kelganida erkak bir gapirishini mardligi haqida vaz o'qigan. Temirov ham unga ishonib, pullarni berib yuborgan. O'sha payti uy oldi sotdi qilganinglarda qanaqadir guvoh bo'lganmi yo'qmi? Guvohlar bo'lgan. Mana hozir keldi shu domda turadigan qiz bilan keyin Farhod degan bola bor edi. Men u bola bilan birga pulni olib kelib berganman. Bola hozir kelaman deyapti, kela olmay qoldi. Ana telefon qilsalaring dedi. Telefonda hammasini o'zim tanishdim, hammasini aytaman. Keyin sudga chaqiradim, boshqa joyga, hamma joyga boraman deyapti. Bugun hozir faqat kela olman deyapti. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Men Effekt.uz jurnalistiman, Dinara Bahramzoda. Rahmat, charchamayapsizlar? Rahmat, yaxshi. Bitta masala bo'yicha kelgandik. Hozir murojaat qilgan tarafimiz uy sotib olgan ekanlar. O'sha payti uyni qarzdorligi bo'lgani uchun oldingi egalari bular nomiga rasmiylashtirib bermagan ekanlar. O'sha payti ikkita guvoh yonida oldi sotdi qilishgan ekan. Siz ham bo'lgan ekansiz o'sha jarayonda. Ha, bo'lganmiz. Bu 2004-yil yoz oyi edi-da. Shunda borib savdolashib, qilib o'zimizni shohagaramni odamni tanishligi uchun o'tirib gaplashib, savdolashib kelishganimizda, keyin o'sha men o'sha xuddi o'sha domda yashovchi o'sha Nafisa degan mahallamiz, o'zimizni qizimiz, bizni guvohligimizda o'sha Temirovlar o'sha azam o'rtog'im dom olganda o'sha yerda. Shu bizni oldimizda mana deb qilib, mana o'sha uyda egasi bilan baraka qilib, o'zimiz o'zbekchasiga qilib pulni berganmiz, bo'ldi. Qarzlarini hali ta'minot qarz to'lagandan keyin qachon desanglar shunda ahvolni qilib beraman degan shunda shu raqamdan qolganda. Buni mana sudlarda ham hamma joyda ko'rsatyapmiz. Masalan, olganman deb ular boshqacha har xil o'yinlar chiqib ketyapti. Hozir aytdilar, baribir aytganlariga ishonmasdan haqiqatan bizga telefon qilib bering, o'sha odam bilan bog'lanaylik, haqiqatan ham guvoh bo'lganlarmi, biza bilaylik deb telefon qildirayotganim edi. Qarang, sudda qatnashgansiz siz ham. Sudda qatnashgansiz guvoh sifatida. Nechta bordik-ku, bitta ko'rganda chaqirib sudda mana shu so'raganlar javob berib ana qilganmiz. To'g'risi hammasiga. Xo'p, rahmat. Sudlarda qatnashib, guvohlik berib. Xo'p, rahmat. So'raganda xuddi shu nima degan bo'lsa, mana shu o'sha qandaydir oldimizda shu bo'yda turibdi-da endi o'sha. Deb o'zimizni shetda odami deb labiziga ishonib, o'shanda biz ham hali anaqa qilganmiz-da, shetda tanishligi uchun. O'sha odam masalan o'sha uy sotgan o'sha akani o'zini yuzma-yuz sanaqsi ham, masalan yuziga ham aytalamizda, shu gapni bor-ku. Aynan pul bergan payti ham o'zingiz bo'lgansiz shunda. Pul bergan payti ham yonlarida bo'lgansiz bularni. Xursandchilikni bo'ldi, qachon anaqa bo'lsa, qarzlarni bunaqalarni to'lasam, men bo'lmayman, kelasam, men sirasi ahvolni qilib beraman deb o'shanaqa va'dalar bo'lganda shunda. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Men O'rinboyeva Nafisa Qo'ldoshevna 2004-yil shu Ohangaron shaharida 15-domda yashaganman. Bular eski egalarini taniyman. Uy sotadigan bo'lib qoldi bular. Shunda bu yoq sinfdoshim bo'ladi. Sinfdoshimga uy sotilayotgan haqida aytganman va oldi berdida pul olayotganda asosiy guvoh bo'lganman. Bular 900 mingga gaplashilgan, 900 mingni berganda asosiy guvoh bo'lganman. Faqat bitta tilxat yozib berishmagan xolos. Uydan qarzlari ko'p bo'lganini hisobiga bular oformleniya qilishni cho'zib yubordi-da. O'sha tog'asining o'g'li u ham aytayapti. U ham ishda kelaman dedi, "Liboy vaqt chaqirsalaring" dedi. Guvohlik beraman dedi. Pulni olganligi haqida, pulni u olib kichkina tog'asi bilan borib o'sha dadasining akasi mashinasini olib qo'ygan bo'lganda, pulni o'shanga tashib mashinani qaytarib olgan mikroavtobus bo'lardi. Xulfagimmi qanaqadir. Shu pulni olganlar hammasini guvohlar bor-da, sudda o'shani ana qabul qilmayapti. Nima deyapti endi sudda?
Bilmadim, guvohlaring o'tmaydi dedi, anaqa deydi, guvoh hech narsa anaqa bermaydi deydi, tilxati yozilmagan, boshqa qilmagan deydi. Uni dadasi sudga kelmasdan og'zaki shunday aytib yuborsa, dadasining gapi o'tib ketyapti. Murojaatchiga ko'ra, uyning egasining qarzi bo'lganligi sababli o'sha uyni sotganligini aytgan. Shundan so'ng qarshi taraf qo'shnisi hech kim yo'q rus kampirning uyiga ko'chib kirishgan va o'sha uyda yashay boshlashgan. Kampir bir necha yildan keyin vafot etgan va uy ularga meros bo'lib qolgan. Xullas, kampirdan qolgan uyni ham keyinchalik ular sotib yuborishgan va shaharga ko'chib ketishgan. Bizga bu uyni 3 xonali sotgandan keyin to'g'rimizdagi eshikda 2 xonali uyda Do'rapa degan ayol bo'lgan, rus ayol. O'sha uyga kirib yashagan. Ayolga uyini olganda, u ayolga ham boshqa ayol qaragan mashi. Keyin bular oxirida biz qaradik deb o'zlariga aniq qilib yozdirib qartagan chog'ida hali o'limidan oldin u ayol bunga anaqa tashib ketgan zavishaniya. O'sha haqda ham mana domdagi ko'p o'ris ayollar haligacha samyeniyasi borda, shu majnaqa Alloh yo'li bilan o'sha ayolni o'limidan oldin shunaqa qilgan deb. Temirov bir necha marotaba qidirib shaharga ham borib kelgan. Oradan 20 yil o'tibdiki, hali ham uyni sotib olgan Temirov o'z nomiga rasmiylashtirib ola olmayapti. Aksincha qarshi taraf o'g'liga uyni hadya qilib rasmiylashtirib yuborgan. Men Ohangaron shahar Orzumov-yi 2-kichik tuman 15-uy 21-xonadonda shu 2025-yilgacha istiqomat qilib shu xonadonda muntazam yashab kelamiz. Bu xonadonda 2004-yil dadam, to'ra otam Mirjalov Ibrohim Ortiqboyevich ismli shaxsdan ikkita xolis guvohlar ishtirokida 900 ming so'mga og'zaki kelishuv asosida xolis guvohlar ishtirokida sotib olgan. Bu uy sotilganiga qaramasdan Mirjalov Ibrohim Ortiqboyevich ismli shaxs uyda kommunal to'lovlardan qarzdorligi bo'lganligi sababli uyi bizga afalmini qilib bermasdan turib, dadamning ishonchiga kirib qarzlarini qutulsang, afalmini qilib beraman, men erkakman, lavz qilaman deb lavzi berib, 2022-yil biz uyni kapital ta'mirdan tugatganimizdan keyin 2022-yil 22-noyabrda o'g'liga Ohangaron shahar notarial idorasi orqali o'g'liga rasmiylashtirib hadya qilib beryapti. Bu haqida bizni bir og'iz ogohlantirgani yo'q. Mahalla raisi, Orzumov mahalla raisi kelyapti-da, mana notariusda hadya shartnomasi 3 oy qish mavsumi tugagandan keyin uyni bo'shatar uyi egasi Ibrohimning o'g'li ekan deb bizga ma'lum qildi. Shundan so'ng Temirov bu qilinayotgan ishlar bo'yicha IBga shikoyat arizasi yozishga majbur bo'lgan. Bundan keyin men Ohangaron shahar ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ichki ishlar bo'limiga murojaat qilganimda ichki ishlar meni arizamni rad qilib, Ohangaron tumanlararo sudiga murojaat qil, seni ishing fuqarolik sudida dedi. Afsuski, Ohangaron shahar IB tergov bo'limi katta tergovchisi Mirzavaliyev 168-moddasida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari aniqlangan bo'lsa-da, Ortiqboyevichni jinoiy javobgarlikka tortish muddati o'tib ketgan deb topib, 2023-yil 14-avgustda Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 1-qismi 1-bandiga asosan jinoyat ishini yopib yuborgan. Shundan so'ng shahar prokurori o'rinbosari Zaripov mazkur holat bo'yicha IB huzuridagi tergov bo'linmasi katta tergovchisi Mirzavaliyev tomonidan chiqarilgan qaror shoshma-shosharlik bilan har tomonlama tekshiruv olib bormasdan qabul qilinganligi sababli, ya'ni oldi sotida bo'lgan vaqtida guvohlar bo'lganini, ulardan hatto tushuntirish xati olmasdan turib ishni yopib yuborganligi sababli qarorni bekor qilish, qo'shimcha tergovga yuborish kerakligini so'rab 2024-yilning 30-mayda Ohangaron IBga yuborgan. Qarg'ani ko'zini cho'qimaydi deganlaridek, afsuski IB katta tergovchisi Sayfullayev yana 84-moddani qo'llagan holda ishni yopib yuborgan. Jinoyatni yillar davomida ochish uchun harakat qilinadi ba'zida. Har bir shunga o'xshagan holatlarga IB xodimlari ko'z yumaversa, jinoyat vaqti o'tib ketsa jazo olmayman deb o'ylab, yana shunday holatlarni sodir etadiganlar safini ko'paytirib qo'ygan bo'lmaydimi? Qonun himoyachilari. Fuqarolik sudiga murojaat qildim. Fuqarolik sudiga murojaat qilsam, u majburiy tartibda uy-joydan chiqarish bo'yicha ariza bergan qarshi taraf, ama egalik bo'yicha berganman. Ikkalamiz arizamiz bitta mazmunda bo'lganligi uchun birlashtirilib,
adashmasam Begmatova degan sudyada ko'rildi. Begmatova sudya ko'rganda ikkita xolis guvohlarimni olib bordim, mahalla raisini olib bordim, shuncha yildan beri yashayotgan kvitansiyalarimiz, nalog qog'ozlarimizni olib bordim. No sudya hech bittasini inobatga olmadi. Guvohlari ko'rsatmasi inobatga olinmaydi. Bu narsa bekor bo'lganda guvohlarim anosini ko'rsatmasini inobatga olmadi. Kvitansiyalarımga to'xtaladigan bo'lsak, sen dedi bu narsani dedi o'zing iste'mol qilganing uchun o'zing to'lagansan nalog qarzdorliklarini, kommunal qarzdorliklarini deb egalikda unga berib majburiy tartibda bizni uy-joydan ko'chirishga ajrim qabul qilib berdi. Bundan keyin men viloyat sudiga, Toshkent viloyat fuqarolik sudiga apellyatsiya tartibida adashmasam ariza berdim. Unda Musayeva degan sudya ko'rdi. Musayeva sudya bu yerda Ohangaronga kelib, mahallada sayyor sud, qo'shnilar ishtirokida sayyor sud qilib egalikka menga berdi. Egalikda biz yutib chiqib, o'zimizning nom, dadamning nomiga оформление qilib ro'yxatga turdik bu uyga. Bu uyga ro'yxatdan turganimizdan keyin u qarshi tomon Oliy sudga yozdi. Oliy sudga yozgandan keyin Oliy sud delani viloyat sudiga qaytardi. Qayta ko'rib chiqilsin deb. Qayta ko'rib chiqilayotgan paytda esa viloyat sudi men tomonga chiqqan ajrimni ya'ni o'zlari chiqargan ajrimni bekor qilib, qarshi tomonni arizasini qanoatlantirib berdi. Bugungi kunda biz uysiz, hech vaqosiz qolib ketyapmiz ko'chada. Shuncha yil o'tgan bo'lsa, 1-2 marta sud jarayoniga bordim-da. Sud jarayonida mana hech qanaqa savollari bo'lmadi-da menga. Men shunga bir narsaga to'xtab ketishni xohlardim. Sud jarayonida, masalan, oldi sotdi jarayonda bo'lganman. O'rtada pul olayotganda, baraka berayotganda hammasida ishtirok etganman. Lekin ikkinchi, uchinchi darajaga qo'yib qo'yishdi. Hech kim inobatga olmadi. Oxir-oqibat uyatli ham bo'lib qoldim. Chunki sinfdoshimga deb o'zim uyda aytganman, o'zim tavsiya qilganman. Keyinchalik u nomimizga o'tkazib beradi degan, bular harakat qilmadi nomimga o'tkazishga, boshqa qilmadi. U paytda pulni ozgina bo'lsa ham yaxshigina, dadilgina kuchi bor edi. Keyin borib bularda unaqasi urush anonga aylanib ketdi. Lekin men nimaga to'xtalmoqchiman? Shuncha sud jarayonida qatnashgan bo'lsam, guvohlarni, o'sha tilxatlarni, o'sha oldi sotish anavlarini, og'zaki shartnomalarini eng asosiy guvohi bo'lganmanki, lekin birorta sudya, birorta o'sha mutasaddi xodimlar birorta savol bilan yoki gaplarimizni inobatga olishmadi. Mana singlim oldi sotdi og'zaki bo'lgandan keyin 2 marta, 3 marta sud jarayonida qatnashdim-da. Lekin birorta sudya yoki birorta advokat основной mana biz guvohmiz, men guvohlik sifatida mendan so'rab surishtiruv ishlarini olib bormadi. Даже sudyalar eshitishni ham xohlamaydi. Uy pulini hozirgi kundagi indeksatsiya narxi bilan qaytarib bersin. O'sha vaqtda 900 ming so'mga seli bitta 3 xonali uy bergan. Hozirgi kunda uylarning narx-navosi oshib ketdi. O'shani olgan summasini hozirgi indeksatsiyasi bilan qaytarib bersin. Men uyini bo'shatib beraman desam, sudyalar menga aytdiki, sizni undiruv masalangiz u boshqa masala. Undiruv masalasiga alohida ariza berasiz dedi. Bu narsaga ham ko'nib 10.245.000 man davlat boji to'lab, qarzga kirib, Ohangaron tumanlararo sudiga ariza berdim. Ariza berganimdan keyin Ohangaron tumanlararo sudi sudyasi ijroni majburiy tartibda ko'chirish bo'yicha ijro harakatini to'xtatdi. Qarshi tomon esa bundan norozi bo'lib, xususiy shikoyat arizasi yozdi viloyat sudiga. Xususiy shikoyat arizasi yozgandan keyin viloyat sudi uni arizasini qanoatlantirib, kechirasan, ijro harakati noto'g'ri to'xtatilgan. Sen uyni bo'shatib berasan, seni undiruv masalan keyinchalik ko'rib chiqilaveradi deb u tomonga yon bosdi. Men bu masalani sudda ko'tardim. Kechirasiz o'rtoq sudya, biz ko'chada qolib ketyapmiz. Oilada yagona boquvchimanman. Biz ota-onam bilan qaqa boraman. Meni ham ijara pulini to'lashga imkoniyatim yo'q. Pulimizni bersin, men bo'shatib beraman desam, yo'q, sizni mana delani Ohangaronga qaytaramiz, Ohangaronda ko'rib chiqilaveradi dedi. U narsaga ham ko'ndim. Hozirgi kunda endi ijro harakati
pul masalasidagi ijro harakati ekspertizaga yuborilgan. Ekspertiza jarayoni ketayotganligi sababli ijro ishi to'xtatilgan. Ijro ishi to'xtatilganiga qaramasdan turib, bizda hozir Ohangaron shahar MIB xodimlari uydan chiqasan deb qo'yishmayapti. Qatga boraman, proses ketyapti. Men ham viloyat sudiga oxirgi chiqarilgan ajrim ustidan shikoyat arizasi berdim desam, ular aytishyaptiki, yo'q, uydan chiqasan. Men chiqmayman deb uydan chiqishdan bosh tortsam, kechirasan, uydan chiqishdan bosh tortayotganing uchun senga nisbatan deydi, jinoyat ishi qo'zg'ataman deydi. Vaholanki uy egasiga nisbatan ham, uyni sotgan Mirjalov Ibrohim Ortiqboyevichga nisbatan ham Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat alomati bo'lsa-da, jinoyat javobgarlikka tortish muddati o'tib ketgan deb 84-1 moddani qo'llab, ichki ishlar qo'llab bergan. Buni sud inobatga olmayapti-da, men o'zim 21 yildan beri yashayotgan uyimdan chiqmayman, men qayerga boraman desam, menga nisbatan MIB xodimlari jinoyat ishi qo'zg'atarmish. Biz lekin guvohmiz. Men o'zim asosiy guvohman, lekin eshitishni ham xohlamadim. Menga bekor unaqa savol ham bermadi-da. Kelib chiqqan, mana shu guvohlik berganim haqida savol ham bermadi. Bilmayman, hozirgi sudyalarda ishlash taktikasi balki shunaqadir. Lekin men hayron qolgan joyim, bir marta, ikki marta sud jarayonida qatnashdim. Keyingi sud jarayonida guvohlarsiz sudyalar guvohlarsiz qaror chiqasdi. Sudya o'sha ayol sudya edi. Biz sudga borganimizda bu o'zi bilan advokati sudga kirishimizdan oldin yarim soat oldin sud zalida o'tirgan bo'lgan, sudya bilan gaplashib. Keyin biz kirib bordik. Kirib borgandan keyin sudda ayol kishi ularni yoniga olib, mana pulingni qaytarib olib, bunaqa pulingni bersin, o'sha 25% pulingni to'lamagan bo'lsa, hozirgi naqd olmoqchimisan deb mana shunaqa yoniga oldi. Keyin bizni advokatimiz raddiya bildirdi sudyadan norozilik qilib. Sud to'xtatildi. Keyin boshqa sudya tayinlanish kerak edi. Yana o'sha sudyaga, o'sha ayol kishiga sudya o'sha o'zi bo'ldi-da. Keyin o'shanga bizga jahl qilibmi, nima qildi, mana senga raddiya bildirish qanaqa bo'ladi deb, mana shunaqa uni yoniga anaqa qoldi. Endi hamma boshqa sudlarga borsangiz ham birinchi anaqa sudya anaqasini haqiqiy deb bilamiz, mana shunaqadan boshqa narsaga o'tmayapti. Hozirgi kunda o'sha oilaning uyi bormi? Uyi yo'q, faqat mana shunaqa yuribdi, yoqda bu yoqda yuradi. Bunga bo'lsam bularga uy uchastka olib bergan. Tog'alari, mana shu tog'asini anaqalari, qaynilari uchastkalar beruvdi, olib beruvdi. O'sha uchastkani ham sotib, ikkita xonali bunda vremenka qilib sotib olib, uyda ham yashamadi. Hozir bular bundan tashqari, bizdan tashqari tog'asini uyiga ham da'vogarlik qilyapti, tog'asi bilan ham janjal qilyapti. Uni rahmatli buvisi kasal bo'lgan paytda buni dadasi bilan onasi borib tilxat anaqa uy olayotgan, ana kredit olayotgan, bizga anaqa kerak, tudasi qo'l qo'yish kerak, dokumentga tudasi ali kampir qo'l qo'yib bergan. Qo'l qo'yib berganda bular uyda o'ziga oformlab qo'ygan tog'asining uyini. Uni qog'ozlari bor tog'alarida. Kampir yozib ketgan. Men qizim palonchi va pisonchi, kuyovim palonchi Ibrohim mana shunaqa qilib, meni aldov yo'li bilan uyimni o'zlariga o'zlashtirib yubordi. Uy o'g'limniki deb yozib ketgan. Hozir ularga ham anaqa qilyapti. Menda mana telefonimda xolasa ko'rsataman. O'shalar tog'alari jo'natdi. Ular ham hozir ular ham uysiz qolib ketishar hozir turibdi. Uyni bo'shatib qo'ydi, ular bilan ham janjal qilyapti. Hozirda Temirovlarni o'z uyidan chiqarish va qarshi tarafga olib berish to'g'risida sud qaror chiqargan. Majburiy ijro xodimlari tinmay oilaga bosim o'tkazmoqda. Hozirda sud hukmidan norozi bo'lgan Temirovlar qarshi da'vo arizasi kiritgan. Murojaatchiga ko'ra, ijroni sud protsessida ko'rib chiqish davomida to'xtatib turish uchun sudga tegishli hujjatni taqdim qilmayapti. Vaj sifatida o'zlari chiqargan qarorni to'xtatib turish uchun hujjat berilmasligi aytilmoqda. 2025-yil 11-mayda fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudiga bordim. Sudga borsam, ular aytishdiki, sizni delangiz bizga bugun kelib tushdi. O'shaning uchun hali sudyalarga yo'nalmadi. Yo'naltirganimizdan keyin sizga ma'lum qilamiz dedi. Bu narsadan keyin men mana 2025-yil 13-mayda bugun yana bordim sudga borib ajrimni bering menga proses ko'rilgunga qadar ijro ishini to'xtatishga menga ajrim qabul qilib bering desam,
Sudyaga yo'naltirildi. Yodgorov degan sudyaga tushibdi. Sudya yordamchisi Sarvar degan bola ekan. U bola aytayaptiki, kechirasiz opa, hozir sudyamiz protsessda, sizni masalangiz 5 ish kuni davomida ko'rib chiqiladi deb menga aytayapti. Men aytayapman, qanaqasiga yana 5 ish kuni? Men uysiz qolib ketyapman. Deyalam senga dushanba kuni kelgan bo'lsa, men yana 5 kun kuta olmayman desam, sudyamiz hozir protsessda. No deyaptiki, protsessdan chiqsin, delangizni ko'rsin, balkim delangizni Ohangaronga qaytarib yuborar. Kamchiligi bordir deyapti. Men aytayapman, kamchiligi yo'q. Ko'rib chiqsin. Desam, buni sudya hal qiladi, biz hal qilmaymiz deb yana menga rad javobini berishdi. Biz hali bu mavzuga qaytamiz. Bizni kuzatishda davom eting, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizlar bilan Dinara Bahramzoda bo'ldi.